Irkutsk oblasti ilk bor dronlar hujumga uchradi. Ukraina ommaviy axborot vositalari bu Putin maxsus operatsiyasi ekanini ma'lum qildi. Rossiyada motam e'lon qilindi. Rossiyada ayrim migrantlarga rus tili imtihoni bekor qilinishi mumkin. Makron Falastinni tan olish burchi ekanini aytdi. 2 yildan keyin Xitoy Tayvanga hujum qilishi mumkin. Pentagon rahbari Rossiya Zaporojyeda hujumni kuchaytirdi. Ukraina qarshilik ko'rsatmoqda. Rossiya Istanbulga maqsadsiz bormoqda. Zelenskiy. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Вирджиния, здесь не канает, блядь. Rossiya Zaporojyeda hujumni kuchaytirdi. Ukraina qarshilik ko'rsatmoqda. Ukraina janubi va sharqida harbiy harakatlar yana avj olmoqda. Rossiya armiyasi Zaporojye yo'nalishida faol hujum operatsiyalarini boshlab yuborgani ma'lum qilindi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiyning so'zlariga ko'ra, dushman ushbu frontdagi harakatlarni jiddiy ravishda kuchaytirgan. Mudofaa kuchlari dushmanni katta yo'qotishlarga uchratayotgan bo'lsa-da, Rossiya o'zining asosiy kuchlarini Pokrovskiy, Toretskiy, Limanskiy va Novopavlovskiy yo'nalishlarga jamlamoqda. Shuningdek, Sumy viloyatida ham chegarada kuch to'plamoqda. Zaporojye yo'nalishidagi hujumlar esa sezilarli ravishda faollashdi, dedi general Sirskiy may oyiga bag'ishlangan yig'ilishda. Xulosa, to'qnashuv yanada chuqurlashmoqda. Zaporojyedagi faol hujumlar, Sumy va Kurskdagi harakatlar hamda Rossiyaning umumiy strategik rejalari Ukrainadagi urushning yanada shiddatli bosqichga o'tayotganini ko'rsatmoqda. Ukraina esa barcha frontlarda qattiq qarshilik ko'rsatib, dushman salohiyatini cheklashga harakat qilmoqda. Yangi haftada frontda vaziyat yanada keskinlashishi mumkin. 2 yildan keyin Xitoy Tayvanga hujum qilishi mumkin. Pentagon rahbari Pete Hegseth Xitoyning Tayvanga ehtimoliy bosqinida zudlik bilan tayyorgarlik ko'rish kerakligi haqida ogohlantirdi. U Qo'shma Shtatlarning Osiyodagi hamkorlarini mudofaa uchun yalpi ichki mahsulotining 5% gacha mablag' sarflashga chaqirdi. Kommunistik Xitoyning Tayvanni bosib olishga bo'lgan har qanday urinishi Hind-Tinch okeani mintaqasi va butun dunyo uchun halokatli oqibatlarga olib keladi. Pekin nafaqat o'z armiyasini kuchaytirmoqda, shu bilan birga Xitoy har kuni Tayvanga haqiqiy hujum tayyorgarlik ko'rish uchun faol mashq qilmoqda. o'z qurollar kuchlariga 2027-yilgacha Tayvanga bostirib kirishga tayyor bo'lishini buyurgan, deya ta'kidladi AQSh Mudofaa vazirligi rahbari. Shuningdek, Hegseth Washington Pekinning ambitsiyalarini jilovlay olmasa, Xitoy bilan urushga tayyorligini bildirdi. Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas esa Rossiya va Xitoy ittifoqini bugungi kunning eng katta chaqirig'i deb atadi. Rossiyada ayrim migrantlarga rus tili imtihoni bekor qilinishi mumkin. Rossiyada hukumat kvotasi asosida ishlash uchun keladigan migrantlarni rus tili bo'yicha imtihondan ozod etish taklif qilinmoqda. Bu ko'zda tutilgan qonun loyihasini Davlat dumasiga taqdim etildi. Unga ko'ra davlat kvotasi doirasida mehnat qilishga keladigan chet el fuqarolari ishlashga ruxsatnoma